Assalomu alaykum. Hurmatli Yandex taksida ishlaydigan shoferlar, bir xil klientlar, Yandex taksini klientlari. Bir xil klientlar bor, taksisi pulini hisoblab yuradigan. Ekonom zakaz qilib yuradi, bir orada Comfort Plus zakaz qilib qoladi-da. Shu nima deydi? Comfort Plusdan nimadir bir mo'jiza kutadimi bilmayman. Jim o'tiradi. Nimasiga, rayoniga kirganda ham jim o'tiradi. Xuddi ana Comfort Plusda yursa, uni oldindan tanib, uyini toshni qattaligini bilib, iminni eshigini tagiga olib borib, u taxminan o'sha tochkalarga boramiz, olib borib qo'yamiz. Endi pulinglar jalka bo'lsa taksiga, bu taksi chaqirish kerak emas-da. Pul jalkami? Avtobusda yuriladi. Avtobus bo'lmay qolsa, mabodoga pulingiz yetsa, jalka bo'lmasa, keyin taksi chaqiriladi. Taksisi pulini hisoblab, pul chiqarguncha ne qancha gap gapirib taksistga, voy xudo. Avtobusda yuringlar, undan ko'ra taksiga jalkali qotdimi pul berish, avtobusda yurish kerak. Ba'zi bir Yandex taksini klientlari tinch bo'lasizlar.